Nagi oldi ish bilan ekan. Million deyapti kami bor. Ish bu puli. Sizden yaptı. Qaysi oy bular? Mayda oğlum. Shu iyunga o'tib ketib qolgan. Davaz gittiğin tırnağısını oldu. Ha, uni. Git fazlası bile güzel kelet gibi. Baqa olib chiqmadingizmi buni katta sahnaga? Oğul kesime yukarı tuttu. Pul berishdimi? Nech pul bo'ldi? Hadi yeni gelip geçti. Ha. Hadi gelin bir. Ne 15 de var. Dekontili bizde. Nech pul dedingizmi bularni? 300'den de yapar. 300 mingni. Çağır. Qayerdiki? Oradan bir kömürden bir. Xoldanbek ko'minizi. Sharxon Xoldanbek komini. Kelleyden işler yapıyor. Nech pul deyapsiz og'a bu? 1,5 dan. Qaysi oy bular? Mas qanaqa bular? Zot qanaqa bularni? Hozir o'zimizda eskida keldi. Eskida ekanlarni. Azarda keldi. Turkiya ham o'xshar ekanda. Tortmayapsizmi? Tortib ko'rmadingizmi? Desin. Qayerdiki? Ko'pmi sizda yo? Nomer qo'mingizni aytib qo'ymaysizmi? Qiziqadiganlar bo'lsa bir. 94'lü. Ha, 94. 443. 443. Bir 12. 443 81 12. Marhamat. Makonlardan ammo Makyonları yok. Satıladigan yok makyon. Faqat ko'rasiz. bu nech pul deydi? Ikkoviga 1,5 beriyor. Bo'ylari ham baland ekan. Bu makon nech pulga boryapti? Makon nech pulga boryapti aka? 1 million deyapman. Ha. Pul bermadimi? Zo'ra makyon. Ama chiroyli narsa ko'tarib ko'ring-da. Ha, o'zi ko'ryapti. Bunisi nech pul? 1 million. Ular nech pul bu? 3 pul. Ko'tar ko'ring makyonlar. G'oz bilan. Serobmi makonlardan? Serob. Nomerni aytib beraverasizmi? 90. 90. 560 560 53 73. 53 73. Bu ham zo'r ekan bunisi ham. Qoni ham zo'r. Shalpan ham meniki. Zotilari nima buni? Shalpan bilan turk. Turkka o'xshayapti o'zi. Xo'p, bozoringiz bersin ha. Ha, mayli. Qachon chiqarasiz? Bugun xudo xolasa. Ya to'g'risi 22 ta olib qolsin. Makonlar nech pul? Chiroqli makon. 400 mingdan ekan o'rta. Go'zal chiqar ekan. Ha, mana shu o'zi ham go'zal makonlarda. Makonni go'zali. Pul berishgandir aka. Ha, bularga ikkalasi 250 ming berishdi. Passiyani shu ish bilanmi? Ha, masalasi ham shu ish bilan shug'ullanadi. Nomerlarni berib ketaverasizmi? Qiziqqanlar bo'lsa da. 90 631 31 94. Makon zo'llari bu. Qayerdan siz? Marg'ilondan bu. Marg'ilon. Farg'ona Marg'ilon. Yaxshi ekan, bu ham zo'r ekan o'g'lim. Ikkita pixli makonlar. Juda ham bor ekan. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'lsinlar. Qaysi oy tog'a? Mart 3-mart. Tortmadingizmi buni? Zot qanaqa buni? Turk.
4 kilo 200. Neç pul deyapsiz? Pul berishdimi? Kami bor. Pul berdimi? 1 million beryapti. 1 million. Bu tulay emasmi? Bu tulay ekan-a? Zotga. Bu odamni ham cho'q ekan bu. Bu qanaqa buni zot aka? Shuli? O'zi ham bilmaydi demadingiz. Tampo. Puli nechi pul aka? Puli aka 1 million ekan. 1 million 200. 1 million. Mana shu qo'lingizdagisi. Tashamaysiz buni ham bir. Urishadi bu. Ha. Bu kimlardan bu ham 1 million. 1 million. Yo'q, chiqqaningiz yo'q. Mana shu tizga doğru chiqyapti-yu. 485 oladi, kami 408 oladi. Cho'ja. Nomeri ham bordir qiziqqaniga. Yo, prosta chiqarib yuborsa bo'ldimi? Aytavering. 33li 357 42 40. Pul berishdimi bu? Oladiganlar qilsanglar. Bo'ldi. Pul berishdimi bunga? Nechi pul? 400 ming beryapti. Zotga yaxshi ekan-a? Hamma yerda bor. Tog'aniga ham bo'lash ekan. Mashlar ukalar, mashlar cherib ukalar. Tog'a serobdi bundan yo'q. Bor. Qayerdiki? Hozir bilasizmi? Chinobod. Oradan olib. Chinobod. Baliqchi Chinobodmi qayer? Ha. Baliqchi Chinobod. Nomerini ayting. 93lik. 93lik 986 986 11700. Ona qoni qaynar ekan. Bozori serob oradan. Bozoringizni bersin. Ko'ringlar. Bularchi? Tanishinglar. bu ham bizdan. Bular gabariti ham bo'lash ekan. Zot qanaqa amaki buni? Nemis. Turishi ham mana nemislarga o'xshab turibdi o'zi. 200 dollardan donasi. Mos tulay ekan-a? O tulay bunu. Tulay nechi pul? Ha? Tulay. 200 dollar. Bularchi jo'jalari. 200 dollardan bular. Qaysi oy? Bularmi mart? Pul berishdimi tog'a? 100 dollar 1 million. Yo'q, shartmas yo'q. So'kish mumkin-da, egasi. Nomerni bering tog'a. Qiziqqanlariga. Yo'q, men. Sotaverasiz, realni yaxshi. Ha, realni menga o'sha yaxshi. Motoqaga telefon qilsa tog'a beraveradi bu yoqda. Ha, qo'shdim bo'ladi. Ha, bo'ldi. Men ularga 48 millionga xo'roz sotdim. Men cho'jalarimni, mashlar sheriklarni 48 million sotdim. Ha, 30-40 dan. Maşallah. Hali kichkinaligida, 2-3 oyligida. Ha. Bo'ldi tog'a, bozoringizni bersin. Hop, rahmat. Ay, zot qanaqa aka buni? Zotini bilmayman aka. Zoti dagan zotidan ekanda. Ekanda. Nimasi? Oy qaysi? Fevralda borsa Fevral. Nechi pul deyapsiz? 100 ming pul bozor, 1 million deyapman aka. 300 ming pul berishdi. Qaysi kanal aka? Bu aka nechi pul deyapsiz o'zi? Nechi pul deyapsiz o? Pul berishdimi? Bunaqa razmer 15 ming. Seropi yo? Masha ikkovi qoldi. Ha, mana shu turvorasiz ekan bo'lmasa. Bularchi aka? Bularni mana qo'yib qo'ymamsiz ham. Mana shu yaxshimi? Nechi pul deyapsiz? 800 ming. O'tirishim 80 gina farqi bor. Bu fabrika Makon o'ta go'zal makon aka. bitta kiri bor. Hammasi ham. Pul berishdimi tog'a? Qo'qishyaptimi? Borib ko'rasiz. Banaqani sotib olmaysizmi? Internetda, YouTube'larda. Go'zalligini qarang. O nomeringizni topmasa sotilib ketib qolish mumkin-da. Ha, keyin o'zi ikkita ekan, ammo go'zal ekan. Anaqaga ham chiqaveradi bular fonga qo'ygani ham. Rasmga ham oladi. Zoti ham koreys. Koreysmi? Bu nechi puldan bo'ldi aka? Belashlar bor. Hoş geldin.
Belashkilar. Bular endi nimadan tuxum kelsa kerak-da, bahordan. Juda yaqinda keladi. Betiga qon yugurib qoldi-yu. Shaklari ham ochilib qoldi. O bu qaysi oy bu? Yanvarda oxiri. İşte bu. Zot qanaqa? Yaxshi. Borada chempion bo'lib qoldi. Otasi chempion. Adukasini sotdim 1 million 200. Bu necha pul deyapsiz pulni? Uni 2 million deyapman. Endi Pul berdimi bunga ham? 1 million. 1 million. Tortmadingizmi tog'a? Ha? Yo'q. Tortib ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rarim. Ko'ryapman bir. Ko'pda ko'p endi bundan bari 15 kun ajrasam endi katta Ha, sekin vesol qo'shaveradi, nima yog'iga? Qayerdik tog'a? Chinabod. Chiroqmi? Nomerni qo'yib qo'yaylik, bir qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqishaversin. O'zi o'g'limiz bo'lsa kerak, men endi 3 kun bo'ldi Rossiyada kelgan. O'g'limda hamma bor. Bo'ldi. Tanimagani yo'q o'zi. O'zi yo'q-ku. Hammasi taniydi uni. Bo'ldi. Hozir ham Abdulodaro yopishib oldi. Ha, o'zi bo'lash ekan. Ertangida. Buni 15 kun ajratsa, sen o'ziga kelib tortiladi. Qaysi oy ekan? Mart 15'da. Ha, yoshroq ekan. Zot qanaqa bo'ladi aka? Shama bo'lsa kerak. Shama. Shama Pul necha pul deyapsiz aka buni? Pul erishdimi? Necha pul? Kelasi 1,5 million. Qayerdik aka? Bo'zdik. Chiroqmi yo? Bor. Nomer qo'yaveraveramizmi? Nechilik? 99. 99lik. 438 438 2280. 2282. Realniy qiziqqanlar telefon qilaveradi. Necha pul berdingiz aka? 600 ming bering deyapman. Qaysi oy bu? Mart shekilli ya? 17-mart. 17-mart. 17da 20sida mana bolasi olinganda bu yerda Ha. so'zalar chiqqan. Ikkita Zot qanaqa buni bu? ikkita chiqqan. Ikkita chiqqan, bitta qora, bitta mashina. Bittasi enasi qora edi, o'zi o'shanda edi. Qo'radi. Ikkita chiqdi, ikkovi turibdi hozir. Bering. Barakasini ham olib qo'yaylik bitta cho'tki qilib. Chiq qo'shingchi, yo'masam siz. Hozir Necha pul so'rashdi? Chiq qo'shing baqib qo'yasiz. yo'q, aytyapman, bu yoq orqaga yurmaydi deyapman. Masalan 500 ming, 600 ming olsangiz bu orqaga ketmaydi. Ha, to'g'ri. Plyus qo'sha chiroqli. Faqat jini dom mehr berib, jini bo'sh-bo'sh bir narsa yesa, aytyapman, urasi katta bo'lib ketadi. Tuxum bilan Mana qarang turishni. 50 ming qo'shdi birdaniga. 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 Qo'yib urishlar, 20 mingdan qo'shyapti. Yo'q, novoz kelyapti. Yaxshi aka ekan. Siz hozir pulingizni ayamang deyapman bu yoqqa. Pulni ayamana qo'yib, tashab qo'ying deyapman. Ma'lum tarafdan ko'rdimman. Qayerdan? Ma'lum tarafdan. Yo'q, bu O'zbekiston bo'yicha qayerga olib borsiz bo'laveradi. Zo'rman keldim, bering, men ketib qolaman. Aka Marg'ilondan kelibdi, mehmon ekan. Bering. Mayli. Mo aytganini bering dedim. Bittasi 500 ming. Bo'ylari ham yaxshi ekan. Qo'shib qo'ydim, to'g'ri? 500 ming bering bo'lib beraveramiz. 500 ming beraman. Chek yoshroqda. Ha, yana bir 50 qo'shingchi. Bitib ketar. Uni qo'shib qo'ydim, 300 ming qilishing kerak. Bering olmasa tog'a. Ha, bir xil yordam. Bu zotga ekanda. Zot qanaqa o'zi? Turk. Kilosi ham 5 kilo bor. 4 kilo 800. Necha pul deyapsiz? 600 mingga bermadim aka. 1 million bo'ldi. Makonlar necha pul bo'ldi aka? Akiyollarda aka 500 million kami bor. Bularga qiziqqanlarga nomer qo'yib qo'yaylikmi aka bir? Shartmasa, klient ko'p o'zi. Akada klient ko'p. Adres Cho'ja bozori, Sharxon Xoldonbek, kelinaveradi.
Mashina topib olasizlar akani. O'yin bo'lyapti, men ham olib qo'ying o'yda ham. Lekin nimalar ko'p. Bozor katta. Qaysi butun vodiy keladi. Namangan, Farg'ona bo'ldi. Yo'q, qaravering. Nech pul beryapsiz o'g'a? Aka? 350. Mana. 500 ming bering. Yo'q, mardlikka adresimni oling, keyin gaplashib turaylik, yana beraman. Ha, tog'am mol bozorga kelsangiz topib olasiz. Mol bozor. Bozor tomonga o'tasiz, shu tog'a shetda. Men Adres. buni 50 yildan beri ashaddiysizman, faqat urushtirmayman. Sotaman xo'rozvozlarga sotaman. Berdim mana. Mashina ham. Qancha? 350. Yo'q, unga. Olinsiz olmang. Yo'q, yo'q. Qo'shing oling. 500 mingga oling. Kisha baqing o'zim uyingizda turib telefon qilasiz, men sotib olaman shu turib sizga. 700-800. Qaysi oy tog'am bular? Buni aprel. Men olgandan sotishtirasan. Yo'q, bu narsani olishdan oldin Uyushtirasizmi? sizni pulli qilsin. Baqqasiz-ku, sarf qilib baqasiz-ku uni.